Germaniyada musulmonlar oilasida chaqaloq dunyoga keldi. Oila a'zolari chaqaloqni sochini payg'ambarimiz sunnatlariga muvofiq 7-kunida tagidan qirdirib oldilar va odamlarga sadaqa qilib boyligidan ulashdilar. Ushbu chaqaloqni bir necha kundan so'ng shifokor ko'rgiga olib borishdi. Shifokor chaqaloqni ko'zdan kechirar ekan so'radi: "Bolani sochini o'zlaringiz oldingizmi yoki sochsiz tug'ildimi?" Chaqaloqning onasi dedi: "O'zimiz oldik." Shifokor taajjublanib dedi: "Qiziq, olimlar bundan 2 oy avval yangilik kashf etdilar. Ushbu yangilik shundan iboratki, yangi tug'ilgan chaqaloqni sochini 40 kun ichida olinsa, chaqaloqning miyasini ish faoliyati yorqinlashadi, oqillikka yo'l ochiladi, ko'z ko'rish qobiliyati kuchayadi va yana ko'p a'zolariga foydaliligi haqida yangilik kashf etdilar. Ayniqsa, soch 7-kuni olinsa, maqsadga muvofiq ish bo'lar ekan. Bu yangilik hali ommaga tarqatilib ulgurmadi. Sizlar qayerdan bildingiz bu yangilikni?" so'radi shifokor chaqaloq onasidan. Muslima ona dedi: "Sizlar endi kashf qilgan yangilikni bizga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sunnat qilib qoldirganlar. Bundan 1400 yil avval." Shifokor ayolni javobidan hayratda qoldi.